Aha, mashta. Bor. Brat, qarang. Qara ko'rma. Ne o'lib qolaverasan, ha? Brat, men hozir ovqatlanib kelay. Qaq ketyapsan? Qornim ochib ketdi. O'shanga o'yin ham o'ynay olmayapman. Hozir shuni ovqatlanib kelay. Ovqatlanish uchun qayergadir borish shart emas. Bitta telefoning bilan zakaz qilsang bo'ladi. QR kodni ko'ryapsanmi? Telefoningni olasan va shuni skaner qilasan. Mana senga Vukdan shuncha ovqatlar xohlaganingni tanlaysan, bo'ldi. Bemalol yurasan. Undan ham zo'r narsasini aytaymi? Istalgan ovqatni tanlaysan va ichimlik senga bonusga beriladi. Bunaqa imkoniyatni Sayberundan boshqasida topolmaysan. Bu juda ham mazali. Qornim to'q bo'lsa yaxshi o'ynayman deb o'yladim, lekin bab o'yin o'xshamadi. No, Vukdagi zakaz qilgan bokslarimiz zo'r ketdi. Shunaqa o'yinda yutqizsan ham, Sayberunga yutqizmaysan.